Mana shu orqamda turgan hovli srochni sotuvga chiqariladi. Sababi egalari chet elga ko'chib ketayotgan ekanlar. Akalar shu munosabati bilan xonadon srochni qisqa fursatda sotuvga chiqariladi. Egalar bu xonadonimizga $115,000 barcha mebel texnikalari bilan qo'shib sotib ketyaptilar. 2 sotix yer maydoniga qurilgan 4 ta xona, oshxona va podval qismiga ega. Holatini ko'ryapsizlar. Juda ham mustahkam, 100% pishgan g'ishtda o'ta mustahkam qilib xonadon qurilgan. 4 ta xonali, podval qismiga esa ofisniy variant qilingan. Bemalol foydalansanglar bo'ladi va podvalimizda qo'shimcha kattagina shkaf ham qo'yilgan ekan. Akalar xullas yashashingiz uchun nima kerak bo'lsa, nima sharoitlar kerak bo'lsa, hamma sharoitlar qilingan. Manzili, lokatsiyasi ham juda ham zo'r va qulay joyda joylashgan. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Toshmi postidan 2,2 km masofa ichkariga kirganda Damarix ko'chasi, Ko'ksaroy mahallasida joylashgan 2 sotixli 87 kvadrat metr yashash maydoniga ega. Kelib yashashingiz uchun hamma sharoitlari bor. Mahalla tinch, osoyishta, hattoki xonadonimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, yomkis qo'yilmagan. Bu degani qishin yozin doimiy suv bo'ladi degani. Egalar nomerlari yozildi, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, tepasidan narxini yana savdolashib, tekshirgan holatda baraka qilsa bo'ladi. Kadastr hujjatlarini ko'rdim, tayyor holat. Bu degani notariusga tayyor holatdagi arzonroq xonadon chiqdi. Egalari chet elga ketyaptilar, siz esa tayyor uyli bo'lishingiz mumkin. Egalar nomerlari yozildi, aloqaga chiqishingiz mumkin.